Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldayman romlarimizni uстановkalarni tugatdik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Xo'jaobod tumaniga o'rnatdik. Bu ishimizni jami uzunligi 11 metr. 4 ta oralik. Bu ishlarni sizlarga qisqacha tanishtirib o'taman. Mana har bitta oraliklardan bittadan ochilishlar bo'ldi. Bu joyimizda ham o'rtasiga bitta 1.40 santimetrli, eni 1.40 santimetrli eshik joylab berdik. Xudo xolasa bu ham juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Romimiz bo'ylari 2.5 ga bitkizildi. Qadrli kuzatuvchilarimiz, romni bo'ylari 2.5, uzunligi 11 metr. Darvozaxona tomoniga mana bitta yonboshiga rom tushdi. Bu ishlarimizni Akfa'ni originaldan G306 dan mokriydan qilib berdik. Oynalari bir qavat. Seriya oynalar solindi. Kunga qaragan ekan, mana seriya oyna oftobdan ham ancha himo bo'lib turadi. Ichkari salqin, chiroyli holatda. Sizlarga ichkarilarini ham ko'rsataman. Mana ustunlarni ham doimgidek alkafonlar bilan chiroyli qilib o'rab berdik. Ustunning oldi profillari ham katta profillardan ishlangan. Zamonlariga keladigan bo'lsak, zamonlari ham original. Xudo xolasa hamma yo'q chiroyli. Ochilib yopilishli girobkalari ham go'zal holatda. Bu xonadonimizning ichki holati. Mana qadrli kuzatuvchilar, ichlarini ham chiroyli qilib, podgonilarni besak holatda qilib qo'yib berdik. Romimizni puchkalari ham, moshalari ham xohlasa mana original. Ichkari ozgina qorong'ilik hisobiga videomiz ozgina xiraroq chiqayotgan bo'lsa, hatto kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ichki holatlari ham, zazorlari ham xudo xolasa chiroyli tushdi razmerlariga. Hamma yo'q go'zal holatda o'rnashtirildi. Bu navbatdagi romimizda ochilishlar. Girobkalari ham go'zal holatda. Podgonilari keladigan bo'lsak, podgonilari 25 lik podgoni qo'yildi. Bu ishlarimizda narxlarga keladigan bo'lsak, qadrli kuzatuvchilarimiz, oynalari bir qavat, seriya oyna solingan, ustunda oldi o'ralishi, podgonilari bilan olib kelib o'rnatishi dastlabki hamma yo'q ichida 580 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. İşimizga ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli o'rnashtirildi. Bizning telefon raqamlarimiz 90 lik 545 8801. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa hali oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Obuna bo'lsanglar, keyingi videolarimizni ham birinchilardan bo'lib ko'rib kuzatib borasizlar. İşimiz yoqqan bo'lsa, bir donadan like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.